Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi 25 kilovatlik retortning garelkalik avtomatik kotlimizni yig'ib beryapmiz. Retortning qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, mana shu garelkasi, asosiy garelkasi aylanib turishini hisobiga shlak qoqib turadi. Ko'mirlar shlak ushlaydigan bo'ladi. Yonishiga xalaqit qilgan shlaklarni o'zi tushirib yuborib turadi mana shu aylanib. Shliklari ham mana o'rtada taqlangan bo'ladi. Motor reduktori ham mana dvoyni. Ancha ko'mirga olib kirib ketaveradi. Bunga shunaqa aqlli katallar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa ham bemalol kommentariyada yozsanglar javob berishga harakat qilamiz.